Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dilas Plus kanali. Bugungi videomizda Dream League Soccer 2026 o'yini uchun shaxsiy logo yaratishni o'rganamiz. Bu Real Madrid yoki Barselona logosini kitslardan o'rnatish emas, haqiqiy shaxsiy logo o'rnatish. Buning uchun biz avvalda birinchi custom logo uchun olmos harflab ocha olishimiz kerak. Logo o'rnatishda. Bundan keyin esa Dilas ilovasidan chiqib ketamiz. Dilas ilovasidan chiqib ketganimizdan keyin birinchi bizga Guri kira olamiz birinchi va bizga kerakli bo'lgan bitta rasmni tanlab olamiz yoki galereyalardan o'zinglar rasminglar qo'yishlari ham mumkin. Masalan, men Cristiano Ronaldoni bironta rasmidan yasayman. Xo'p, mana rasmni yasab ko'ramiz. Yuklab olishni ezamiz. Xo'p, rasm yuklab olindi. Bu yerdan chiqib ketamiz. Endi qidiruvga background remove deb yozamiz. Background remove deb yozganimizdan keyin birinchida chiqib turgan mana remove.bg saytiga kirib olamiz. Xo'p, bu saytga kirganimizdan keyin biroz kutib turishinglar kerak. Biroz emas, shu 3-4 soniya kutamiz xolos. 3-4 soniya kutganlaridan keyin upload image degan joy chiqadi. Mana upload image degan joy chiqdi. Shu upload image ustiga yozganlardan keyin galereyaga olib kiradi o'zi. Galereyaga olib kirgandan keyin yuklab olgan rasmimizni, boya yuklab olgan rasmimizni tanlaymiz. Tanladik. Mana Cristiano Ronaldoning rasmini tanlab tayyor desamiz va o'zi avtomatik orqa fonni o'chirib beradi. Orqa fonni o'chirmasak bu logotip biroz g'alatiroq chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun orqa fonni o'chirish kerak. Orqa fonni o'chirib oldik. Mana yuklab olishni ezamiz. Free degan joyda ko'rib turibsizlar o'zi free turibdi. Shuni ezamiz va rasm yuklab olinmoqda, yuklab olindi. Xo'p, Chromedan chiqib ketamiz. Bizga Pixellab ilovasi kerak bo'ladi endi. Pixellab ilovasini App Store yoki Play Marketda yuklasangiz bo'ladi. Mana ekraningizda ko'rib turibsizlar Pixellab ilovasi. Xo'p, Pixellab ilovasiga kira olamiz. Pixellab ilovasiga kira olamiz. Ilovaga kirganimizdan keyin, xo'p, boya orqa fonda o'chirib olgan rasmimizni qo'shib olishimiz kerak endi. Buning uchun tepada turgan plus tugmasini bosamiz. Plus tugmasini bosib From Gallery deb bosamiz. Keyin mana boya turgan rasm chiqdi. Mana orqasi qora bo'lib qoladi o'zi. Orqa fon o'chirilgandan keyin orqasi qora bo'lib qolgan bo'ladi. Xo'p, tanlab oldik. Endi pastdagi bo'limlardan transparent degan joy topishimiz kerak. Mana transparent ezamiz va bundan ham orqa fon o'chib ketadi. Orqa fon o'chishi kerak o'zi aslida. Orqa fon o'chmasa logo orqasida boya ko'rib turgan yashil fonlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi bunga tekst qo'shishimiz kerak. Xo'p, o'zingizlar xohlagan masalan tekst qo'shishingiz mumkin. Add text bosib tepada turgan tahrirlashga o'xshagan ya'ni haligi qalamni ustiga yozasizlar va o'zingizlarga kerak bo'lgan rasmingizni tekst yozasizlar. Masalan, men YouTube kanalimni nomini yozish mumkin. Dilas Plus deb keyin OK deb bosasizlar. Xo'p, bu yozuvda Ronaldoni pastga tushirib olamiz. Keyin xo'p, biroz kattalashtirib olsak bo'lar ekan hajmini. Xo'sh, rang beramiz. To'xtang, hozir rang bermay turganmiz. Yaxshi bo'lsa hozir rangini yana oq holatga qaytarib beramiz shekilli. Oq holatga qaytarib beramiz rangini. Xo'p, avval bunga font berib olishimiz kerak. Ya'ni font deganda masalan shablon desa bo'ladi. Masalan, yozuvda qanaqa bo'lishini shablonni o'zgartirib olsak bo'ladi. Hozir font degan bo'lib keladi. Font qayerda qoldi endi font? Xo'sh. Mana ekan font ustiga yozamiz va xo'p, bizga qaysi font yaxshi? Bironta yoqqanini o'rnatishimiz mumkin. Xohlaganinglar o'rnatishingiz mumkin. Xohlagan fontinglar o'rnatib, xohlagan tekstinglar yozishingiz mumkin. Masalan, yoki isminglar yozib qo'yishingiz mumkin, masalan. Xo'p. Font bironta yaxshiroq font ham yo'q-ku. Xo'p, mana shu fontni tanlab ko'ramiz. Fontni tanlab oldik. Mana ko'rib turganlaridek qalin tekst bo'lib qoldi. Xo'p, endi biroz kurv qilib olamiz. Ya'ni kurv degani ko'rib turibsizlar, videoda ko'rganlaridek holatga kelib bo'ladi kurv qilsanglar. Xo'p, endi rang bersak ham bo'laverar ekan. Xo'p. Color'da ustiga yozamiz. Color qani color?
Ko'rdim mana. Endi hop buni xohlasanglar oddiy, xohlasanglar gradient shaklida qilsanglar mumkin. Oddiy kolor ustiga chizinglar. Masalan, bitta qora rangda bo'ladi. Masalan, gradient ustiga chizinglar. Ikki xil rang bo'ladi. Qizil, sariq yoki yashil, ko'k qilib ikki xil rangda qilib olsanglar bo'ladi. Masalan, hozir ko'rsatib turaman. Mana gradient mana ko'ryapsizlar. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Tepasi ochroq, pasti to'qroq holatda bo'ldi. Buni o'zgartirib olsak bo'lar ekan. Xo'p. Qizil rang qilib olsak bo'ladi. Sal chiroyliroq ko'rinish uchun mana. Mana yaxshi bo'ldi. Prosta hozir yaratib ko'ryapmiz xolos. Shuning uchun bo'laveradi. O'zingizlarga yoqqan rangni tanlab olishingiz mumkin. Xo'p, endi bunga soya bera olsak bo'ladi. Mana soya bersak yana ham chiroyli rangda bo'ldi. Endi chegaralab olsak ham bo'ladi. Chegarani chizsak mana atroflari qora rangdagi chegara bo'ldi. Yaqqol ko'rinib turadigan bo'ladi bunda. Xo'p. Xo'sh, endi bu rasmda, ya'ni logotipni hajmini 512 ga 512 pikselda qilib olishimiz kerak. Dilisi buni dilisi 26 da 512 ga 512 bo'lmasa dilisi qabul qilmaydi. Shuning uchun qidirasizlar. Image size degan joy bor o'zi, pastdan qidirsanglar. Image size turibdi mana bu yerda. Image size'ni 512 ga 512 qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. 512 ga 512 ga keyin okni bosasizlar. Ok tayyor bo'ldi. Endi bu rasmni saqlab olishimiz kerak. Saqlab save as image deb bosamiz. Keyin xo'p, save to gallery deb bosamiz. Save to gallery deb bosganimizdan keyin saqlanadi. Xo'p, ilovadan chiqib ketsak bo'laveradi endi. Xo'p, endi Chrome'ga kirib olamiz. Chrome'ga kirib qidiruvga yozamiz. Qidiruvga xo'p, postimages.org deb yozishimiz kerak. postimages.org va qidiruv tugmasini ustiga bosamiz va mana bu saytga olib kiradi. Keyin ko'rib turganlaridek tasvirni tanlang degan joy turibdi. Shuni ustiga yozasizlar. Keyin ruxsat berib qo'yishingiz kerak va fayllarni ustiga bosasizlar. Fayllarni ustiga bosganlardan keyin boya yaratgan rasmingiz turibdi. Ezib tursanglar tanlash chiqadi ustiga. Ezib turinglar, faqat prosta ezib qo'yishda tanlash chiqmaydi. Tanlash deganlardan keyin mana bunday holatda yuklanadi o'zi va biroz pastroqqa tushamiz. Bu yerda turibdi havola va bevosita havola degan joy turibdi. Havolani emas, bevosita havolani ko'chirib olishingiz kerak. Havolada logotip o'rnatilmaydi. Shuning uchun bevosita havolani kopiya qilib olasizlar. Kopiya qilganlardan keyin Chrome'dan chiqib ketib, dilisiga kiramiz. Dilisi ilovasiga mana dilisiga kirdik. Xo'p. Mana dilisiga kiryapmiz. Xo'sh. Xo'p, endi logotip o'rnatadigan joyga kirib olishimiz kerak. Xo'p, logoga o'tamiz. Custom logoni yozamiz va ustiga yozib tursak pastga yozib chiqadi. Pastga yozamiz va confirm yozamiz va mana image successfully downloaded deb chiqdi. Mana ko'rib turganlaridek yaratgan logomiz o'rnatildi. Sinab ko'rishingiz kerak, sinab ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar xohlagan rasmlardan o'zingizlar rasmiylardan yaratib olishingiz mumkin. Xohlagan tekst qo'shib yaratib bemalol foydalanishingiz mumkin. Agar shu videomiz 200 ta layk yig'adigan bo'lsa yoki 150 ta layk yig'adigan bo'lsa, mayli. Keyingi videoda shaxsiy kit yaratishni o'rgataman. Ya'ni shaxsiy forma yaratishni ham o'rgataman. Shuning uchun layk bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Agar videoga tushunmagan bo'lsanglar, kommentariyaga yoki Telegram kanalim kommentariyaga Telegram lichkamni qo'yib qo'yaman. Telegram lichkamga yozsanglar, birinchi yozgan 5 ta obunachimizga tekin, qolgan obunachilarimiz esa atigi 5000 so'mga o'zlari xohlagandek logotip yaratib beramiz. Shunday qilib bugungi videomiz ham yakuniga yetdi. Xo'p, obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.